Assalamu alaikum. Uyghur Sanat Saloni topidagi barliq Uyghur xalqining muzikasini, san'atini, madaniyatini söygüchi aziz qarindoshlar. Bugun bizning Almatada bek xush xabarlar ko'p. Shularning orasida Tarım ansamblining rahbari hammamizga ma'lum Polat Izimov apandi xalqaro mukofotga sazovor bo'ldi. Polat apandim, sizni mushu yuqori mukofot bilan taqdirlanganingizdan biz bak xursand bo'ldik. Sizga sog'lom salomatlik tilaymiz. İcadi hayotingiz uzun bo'lsin. Uyg'ur xalqining naqsha, nag'ma, sazlarini texima yuqori palida dunyoga to'ntib kevatsiz ham buningdan keyinmi avlodlarni, yoshlarni tarbiyalashda shundaqla xalqimizga yangi nag'malarni, naqshlarni, muzikalarni dunyoga keltiring. Shuning uchun sizga sog'lom salomatlik, uzoq umr tilayman.